Hammaga salom. Bugun juda ham qiziqarli video bo'ladi, chunki biz Aqara brendiga tegishli kamera Hub G3 kamerasi haqida gaplashamiz. Bu kamerani funksiyonali juda ham keng, shunga tayyor turinglar. Video uzun bo'lishi mumkin. Hammasini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ishlab chiqaruvchi bu kamerani ikkitasi bittada deb ta'kidlaydi, lekin men uchtasi bittada deb o'ylayman, chunki buni funksiyonali juda ham keng. Bu yerda kamera, hub va ekopult joylashtirilgan. Oldingi videoda biz ekopultni olganmiz. Xuddi shu kameraning ichida ekopult bor. Bu degani siz konditsioner, televizor, barcha pult bilan boshqariladigan qurilmalarni kamera yordamida boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Kamera mana shunaqa ixchamgina korobkada keladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Apple HomeKit deb katta qilib yopishtirib qo'ygan. Aqara Apple bilan juda ham yaxshi chiqishadi. Agar siz Apple telefonini ishlatsangiz, Apple o'zini uy ilovasi, dom ilovasiga buni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta afzalliklardan bittasi shu. Bu kameraning ichida Zigbee 3.0 hubi joylashtirilgan. Bu degani siz uyingizdagi barcha boshqa qurilmalarni bunga ulab turib boshqarishingiz mumkin. Agar siz bu kamerani xarid qiladigan bo'lsangiz, aqlli uy yaratishda sizga hub kerak bo'lmaydi. Yana bitta afzalliklardan bittasi, bu kamera sun'iy intellekt bilan ishlaydi. Bollarni, silani va uy hayvonlarni ajratishi mumkin. Bu kamerani yana bitta funksiyasi bor, menga juda ham yoqqan. Hozir ishlatib ko'rishga harakat qilamiz. Har xil ishoralar yordamida siz ba'zi bir narsalarni o'chirib yoqishingiz mumkin bo'ladi. Bu kamera haqida yetarlicha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Hozir buni ochib, qanaqa ko'rinishga egaligi, nimalar chiqishi va uni nastroykasini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ikkita kamerada hozir sizlarga ochib, nimalar borligini chiroyli qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Aqara premium brend bo'lganligi uchun sifati juda ham yuqori darajasida, ustidagi korobka va upakovkasidan ham bilishingiz mumkin. Komplektida blok pitaniya chiqar ekan. Bu bizda 10 vatli ekan. Simi Type-C, USB dan Type-C ga ekan. Hozir buni olamiz. Va eng asosiysi bu rasmda mana shunaqa kamera bo'lgan bo'lsa, buni ustiga men rasmlarda ham ko'rdim. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana shunaqa quloqchalari bor. Bu ham kimgadir yoqishi mumkin. Juda ham chiroyli dizayn. Yoqmasa, olib tashlashingiz mumkin. Biz qoldiramiz. Xullas, komplektida shu blok pitaniya, kabel va kamera, boshqa instruksiyadan boshqa hech nimasi chiqmas ekan. Asosiysi bizga kamera kerak. Shunga hozir birin-ketin buni ulab sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Kamerani biz tayyorlab oldik. Hozir biz ulashni boshlaymiz. Bu kamera o'zini xotirasida saqlashi mumkin. Bunga sizlar mana shunaqa kichkinagina flashka solishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari Aqarani oblokasida yozib olgan videolarni saqlashingiz mumkin. Video qiziq bo'layotgan bo'lsa, bizani qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Biz ko'proq motivatsiya olib, sizlarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu hali ishlatilmagan, shunga birinchi marta ulanganligi uchun Connect ulashni boshlayapman. Aqara ilovasiga kirishni aytibdi. Hozir Aqara ilovasiga kirib, telefonimda zapisni sizlarga qo'yib boraman, ko'rib nimalar bo'layotganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hamma narsani tayyorlab qo'ydik. Hozir ilovaga ulab, nastroyka qilib ishlatishni sizlarga ko'rsatib boraman. Aqara ilovasiga birinchi bo'lib kiramiz. Aqara ilovasiga kirganimizdan keyin устройство degan joyi bor. Добавить устройство. Bu qidiryapti. Poisk ketyapti, ko'rib turishingiz mumkin. Hozir agar topmaydigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri bu kamerani tanlab, ulab ko'rishga harakat qilamiz. Yo'q, ozgina qiynaldi. Shunga biz mana устройствоlar bo'limida bu kamerani topamiz. Mana birinchi bo'lib turibdi. Kamera Hub G3. Принять davomimiz. Endi aytibdi. Включите питание, убедитесь. 10 marta tugmani bosishimiz kerak ekan. 10 marta hozir bosib o'chiramiz. 1 2 3 4. Подключение, готов к подключению degandan keyin следующий shagga o'tamiz. Wi-Fi parolini so'rayapti. Hozir biz buni kiritamiz. Wi-Fi paroli bizda QR kod chiqqan bo'tdi. Hozir endi
Bu QR kodni kameraga ko'rsatish kerak deyapti, 15 santimetrdan uzoqlikda. Wi-Fi connecting. Please wait. Ajoyib narsa qilishgan ekan. Men birinchi marta bunaqa narsani ko'ryapman. QR kod orqali kamera Wi-Fi ga ulandi. Hozir endi ulanar ekan. Привязка ketyapti. Kutamiz ozgina vaqt. The account is bound successfully. Welcome aboard. Welcome aboard deyapti. Bortga xush kelibsiz degani. Kameramiz ulandi. Следующий tugmasini bosib, qanaqa qilib o'rnatganinglarni yoki mana bu emblemasini so'rayapti. Kamera deb qo'yamiz. Bo'ldi. Buni hozir oldin ko'rsatganimdek Apple HomeKit ilovasiga ulanadi deb to'g'ridan-to'g'ri Apple HomeKit ilovasiga ham qo'shayman, добавить в мой дом deyapti. Ulab qo'yamiz. Bu uchun bizga kamera tagidagi QR kod Apple HomeKitga ulashga yordam beradigan QR kodni biz hozir skaner qilamiz. Ko'rib turishinglar mumkin. Kamera chiqyapti. Apple stilida добавление ketyapti. Bu bir necha daqiqa vaqtinglarni olishi mumkin deb ogohlantiryapti. Mana qaysi xona, qanaqa kamera nomlanishini so'rayapti. Ulab oldik. Bo'ldi, mana ko'rib turishinglar mumkin. Akara ilovasida bizning kameramiz chiqib turibdi. Hozir endi birin-ketin har bitta funksiyasini ko'rib chiqamiz va ishlatib ko'ramiz. Kamerani men o'zimga qaratib qo'yaman. O'zimga qaratib hozir kirib birinchi translyatsiyasini ko'ramiz. Подключение ketyapti. Mana ko'rib turishinglar mumkin. Men o'zimni ko'ryapman. Hozir endi bu pastga qarab qolganligi tufayli sal pastga ketgan. Hozir ko'tarib, mana ko'tarsa bo'lar ekan. Joystick orqali mana ko'rib turishinglar mumkin. Meni o'zimga qaratib qo'yganman. Kamera ko'rsatyapti. Bu yerda turli xil tugmalar bor. Hozir buni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Birinchisi, men o'qib chiqqanimda bu uyingizga kelganingizda kamera sizga qaramasligini xohlasangiz, buni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, mana hozir bu juda ham zo'r funksiya sizlarga qaratib. Buni bosaman. Buni bosganimdan keyin kamera ichkariga kirib ketadi. Mana shu ko'zlarni ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda ham kamera uxlayotdi, pробуждение degan joyi bor. Uxlayotganligini belgilab qo'yadi. Hozir buni o'chiramiz. Kameramiz mana yana qaytib oldi. O'zim ko'rib turibman. Rasmga olsam bo'lar ekan. Rasmga olganimdan keyin screenshot qilib olar ekan, sразу galereyaga tushdi. Mana zapis bor. Telefon qilsa bo'ladi. 1 2 3 1 2 3 ko'rib turishingiz mumkin. Bu funksiya yordamida siz agar uyda qoldiradigan bo'lsangiz, kimgadir telefon qilib gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Farzandlaringiz bilan, uy hayvonlari bilan ham gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Pauza tugmasi bor. Pastida mana biz joystick ko'rib turishimiz mumkin. 360 gradusga bu qayriladi. Hozir buni mana ko'rib turishinglar mumkin. Telefon orqali men har xil tarafga qayrab nimalar bo'layotganini ko'rishim mumkin. Agar siz xonangizda yoki zalda, katta xonada o'rtaga yoki qaysidir joyga qo'ygan bo'lsangiz, joystick yordamida har xil tarafni o'tkazib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kalibrovka degani bor ekan. Hozir buni bosib ko'ramiz. Men kalibrovka ketyapti. Har xil tarafga o'zini o'zi to'g'irlab oladi. Kalibrovka so'zining ma'nosi kalibrovka завершена deyapti. O'zini o'zi to'g'irlab oldi. Mana endi har xil tarafga o'tkazib biza qarashimiz mumkin. Keyin ko'rib turishinglar mumkin. Albom bor, отслеживание человека, отслеживание животных, ekopult, mana ekopultimiz bor. Ko'rib turishinglar mumkin, ekopult. Buni ichida hozir ko'rsatmoqchi bo'lganim. Oldingi videoda biz mana shu ekopult haqida to'liq ma'lumot berganmiz. Videoni kanalimizga kirib ko'rib olishingiz mumkin. Bu kameraning ham ichida ekopult bor ekan. Mana добавить pult bor. Ko'rib turishinglar mumkin. Hozir chuqurlashmaymiz. Televizor, pristavka, DVD player va boshqa qurilmalarni pult bilan boshqariladigan qurilmani kamerani ichida joylashgan ekopult yordamida siz boshqarib o'chirishingiz mumkin, o'chirib yoqishingiz mumkin bo'ladi. Xronologiya o'zini xotirasida 7 kungacha saqlanib turar ekan videolar.
Undan tashqari siz flashga qo'yadigan bo'lsangiz, ancha vaqt bu videolarni saqlab turishingiz mumkin bo'ladi yoki podpiska yordamida, obloka yordamida internetda videolarni saqlashingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin boya aytganimdek, har xil jestlar yordamida, misol uchun mana bunaqa yoki mana bunaqa jestlar yordamida ma'lum bir ssenariy yaratishingiz mumkin. Bu degani siz uyingizga keldingiz, bu sizni yuzingizdan tanib turib, uyingizdagi chiroqlarni yoqishi mumkin. Undan tashqari siz mana bunaqa zo'r yoki bir boshqa bir gestikulatsiya yordamida ma'lum bir narsani amalga oshirishingiz mumkin. Mana shu joydan to'g'irlashingiz mumkin bo'ladi. Buni keyinchalik biz ishlatib, o'rganib, sizlarga yana alohida video olib, kamchiliklari, pluslari va buni umumiy olganda qanaqa praktikada qo'llanilishini sizlarga ko'rsatib beramiz. Kamerani sifatiga keladigan bo'lsak, ko'rib turishingiz mumkin. Hozir alohida shu kamerada o'zimni olib, videoga joylashtirib ko'raman. Pisketda kamera videoga olyapti. Hozir bu kameraga men gapirib beraman. Asosiy videoga shu zapisni qo'yishga harakat qilaman. Sifatini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda biz sifatini o'zgartirishimiz mumkin. Ovozini ham eshitib kelaylik endi Apple HomeKit iPhone ishqibozlariga Apple o'zini aqlli uy ilovasiga kirib bu kamerani ishlatib ko'ramiz. Dom ilovasiga kirganimizda mana ko'rib turishingiz mumkin. Birinchi punktidayoq kamera chiqib turibdi va men o'zimni ko'ryapman, zapis ketmoqda. Говорить degan joy bor. 1-2-3 efirda bemalol gapirishim mumkin bo'lyapti, prямой efir deyapti. Umumiy qilib eslatib ketaman, bu kamerani ichida EcoPult, Zigbee Hub va kamera bor. Bu kichkinagina qurilma uchun juda ham zo'r funksional, undan tashqari har xil ssenariylarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Gestikulatsiya, EcoPult yordamida ba'zi bir narsalarni yoqib o'chirish, uyingizga kelganingizda sizni yuzingiz, facingiz yordamida ba'zi bir ssenariylarni amalga oshirishingiz mumkin. Signalizatsiya bor. Kimdir begona odam kiradigan bo'lsa, signalizatsiya, telefoningizga уведомление va прямой translyatsiya yordamida siz uyingizdagi odamlar, uy hayvonlari bilan gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Bu kamerani biz 1-2 oy test qilib, ozgina qo'llaganimizdan keyin sizlarga yana bitta video olib, umumiy natijalarni bo'lishib beramiz. Agar sizga bu kamera qiziq bo'lgan bo'lsa, bizani showroomga kelib, ishlatib, ko'rib, xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib ketaman, Akara, Maes, Sanov brendlarini O'zbekistondagi ofitsialniy distribyutori hisoblanamiz. Bizani showroomga kelib, har bitta qurilmani ko'rib, ishlatib, xarid qilishingiz mumkin. Aqlli uyga birinchi qadamni biz bilan boshlashingiz mumkin bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosish esingizdan chiqmasin. Bizani kuzatib qolinglar, yanada foydali video joylashtirib boramiz.